Salom obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Visiting Hacker kanali. Do'stlar, bugungi videoda biz sizlarga qanday qilib Telegramda oxirgi faollik vaqtini yo'qotish, ya'ni onlaynlikni ko'rsatmaydigan qilamiz. Do'stlar, buning uchun bizga Telegram kerak bo'ladi va Telegramga kirib olamiz va mana bu yerdagi 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz va mana bu yerda sozlamalar degan bo'lim bor va shuni ustiga bosamiz va bu yerda maxfiylik va xavfsizlik deganni ustiga bosamiz va bu yerda kontaktlarim, telefon raqamim degan joy bor va oxirgi faollik va onlayn mana shu yerda hamma yoq turgan bo'ladi va buni ustiga bosamiz va bu yerda xohlasangiz kontaktlarimga qo'yib qo'yasiz, xohlasangiz hech kim, hattoki kontaktlaringizga ham hech kimga ko'rinmay turadi. Agar hammaga faqat bir dona odamni qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda foydalanuvchi qo'shishni bosasiz va shu yerdan kontaktlaringizni tanlab olasiz. Va hozir men hech kim deganga qo'yib turaman va mana bu yerdagi mana bu tugmani ustiga bosasiz va mana shunday ko'rib turibsizki, mana shunday. Va bu yerdan hozir va mana obunachilar, mana bu yerda yaqinda onlayn edi degan yozuv turaveradi. Biz bilmaysiz, mana shunday yaqinda onlayn edi degan mana shunday turaveradi do'stlar. Sizlar bilan Visiting Hacker kanali bo'ldi. Unda kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.